Amerika prezidenti Joe Biden Yaponiya va Xitoyda bosh elchi qilib tayinlashni o'ylashayotgan nomzodlarni rasmiy e'lon qildi. Aqsaroyning bayonotida Aqsaroyning sobiq bosh kotibi Rahim Isroil Immanuelning Yaponiyada turishliq bosh elchi, Tashqi ishlar ministrligining sobiq yuqori darajali xizmatchisi Nicholas Borsining Xitoyda turishliq bosh elchi bo'lib tanlanganligi xabar qilindi. İlgilenishicha, Xitoyda oilalarning 3 bolalik bo'lishiga ruxsat qilingan qonun ma'qullangan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, nopus va planliq tug'ut qonuniga tuzish kirgizish loyihasi Mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komiteti tomonidan tasdiqlangan. 5-oyning 31-kuni Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti bu vaqtda yig'in ichib, bu qarorning Xitoyning nopus qurilmasini taraqqiy qildirish, nopus qayerlashish masalasiga unumli taqobil turish va odam kuchi manbasini qo'g'dashni maqsad qiladiganligini e'lon qilgan. Eronda bir qism parlament a'zolari 18-iyun o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qilgan Ibrohim Raisining parlamentga sungan yangi kabinet tizimligiga ayollar va sunniylarning kirgizilmaganligini tanqid qildi. Turkiyadagi 150 ga yaqin Sharqi Turkistonlik o'quvchining g'alabalik o'qish bitirganligi munosabati bilan 21-avgust Istanbulda Sharqi Turkistonlik o'quvchilar o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Mazkur faoliyatni Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi va a'zo tashkilotlarning qo'llashi bilan Istiqbo'raxon ilm va madaniyat vaqfi o'rinlashtirdi. Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen Afg'oniston haqida bayonot e'lon qildi. Leyin, bizning Talibanlar bilan siyosiy aloqamiz yo'q. Talibanlarni e'tirof qilmaymiz. Biz faqat ular bilan insonlarning hayotini qutqizish uchun aloqalashdik dedi. Yana bir tarafdan, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 14-avgustdan boshlab Afg'onistonning poytaxti Kabuldan 17 ming kishining yo'tkalganligini, ulardan 2500 kishining Amerika fuqarosi ekanligini bildirdi. Germaniyada Xitoy virusi bilan yo'qolinish voqealari yana ko'paydi va 4-to'lqinning boshlanganligi ilgari surildi. Nurg'un rayonlarda faqat vaksina emlangan, kasal bo'lib saqaygan yoki tekshirish natijasi musbat bo'lganlar yipiq so'rinlarga kira oladi. G'azza Isroiliya chegarasiga to'plangan yuzlagan falastinliklar tashkillagan namoyishdan keyin rayonda jiddiylik kuchaydi. Isroiliya davlat mudofaa ministri Benny Gantz chegaradagi namoyishda bir Isroiliya askarining etib etilganligiga inkos qaytarganligini e'lon qilib, bir necha soatdan keyin Isroiliya armiyasi G'azza rayoniga havodan hujum qildi.